Bid'at bilan sunnat qayerdan ajraydi deydi. Bid'at va sunnat qanday qilib ajraydi? Bid'at bilan sunnat shunday qilib ajraydiki, sunnat yer yuzini hamma joyda bir xil bo'ladi. Kambag'allik va boyligida hech qachon o'zgarmaydi. Bid'at odamlarning puli ko'payib salgina quturib qolganda paydo bo'ladi. Holat o'zgarsa, u yo'qib qolaveradi. Yo holat o'zgarganda yangidan paydo bo'lib qolaveradi. Ammo sunnat hech qachon o'zgarmaydi. Hazrat Ashraf Ali Dahonaviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, bu 40 va 20 degan marosimlarni qilish xo'p bizda odat edi dedi. Hindistonda ham bor shu oyat. Xo'p bizda odat edi dedi. Qishlog'imizda vabo kasali tarqab hamma qirilib ketadi, 40-20 ham qolmadi, 7 ham qolmadi dedi. Agar u shariat yoqtirgan ish bo'lsa, sunnat bo'lsa, nima uchun turmadi dedi. O'sha 40-20 qilmasdan odamlar beparvo turgan vaqtida ham, odam qirilib hammasi o'lib ketayotgan vaqtida ham odamlar o'zlarini mayitlarini kafan bilan ko'mdi, yuvib ko'mdi, janoza o'qib ko'mdi, lahat kovlab ko'mdi. O'sha vabo tarqaganda u hech qanaqa o'zgarmadi baribir dedi. Shariat yaxshi ko'rgan ish har onida ham bir xil turaveradi. Shariatga yangi qo'shilgan ish sal holat o'zgarsa, vaziyat o'zgarsa o'zgarib qolaveradi dedi.